quloqdagi shovqinlarni yuzaga kelishiga pastki jag' hamda chakka bo'g'imi orasidagi disfunksiya hamda turli xil pirotexnikalarni portlashi oqibatida quloqda yuzaga keladigan zararlanishlar yoki barotravmalar deymiz, turli xil bosim bilan yuzaga kelgan quloqni ichida turli xil jarohatlarning evaziga yuzaga keladigan holatlar. Undan tashqari qandli diabetning asoratlari sifatida ham quloqdagi shovqinlarga nazarda tutilishi mumkin. Undan tashqari odam yoshi o'tgan sari ham quloqda neyrosensor quloq og'irligi yuzaga kelishi boshlaydi, ya'ni degenerativ jarayonlar evaziga quloqni og'irlashishi yuzaga kelishi mumkin va bunda ham insonlar quloqda shovqin yuzaga kelayotganligini e'tirof etishadi. Bunday bemorlarga nima qilish kerak? Bunday bemorlarda o'sha audiometriya usuli yordamida tashxis qo'yiladi va quloqda shovqin tasdiqlanadi. Aslida quloqdagi shovqin 35-40% dan 45%gacha sog'lom odamda ham eshitilishi mumkin. 8% odam doimiy ravishda quloqdagi shovqinlarga shikoyat qilib yuradi. Taxminan 1% ga yaqin odamda bu hayot sifatining pasayishiga olib keladi. Yuqorida sanab o'tgan sabablarimizni hisobga oladigan bo'lsak, turli xil tomchi dorilarni tomizib, miyani tozalaydigan dorilarni qilib, go'yoki turli xil yengil miyani kuchaytiradigan yoki bo'lmasa qon aylanishini yaxshilaydigan yoki bo'lmasa miyada ishlarni kamaytiradigan dorilarni qilish evaziga bunday bemorlarni davolab yuborishning iloji yo'q. Bunda har bitta bemorni kasalligini sababini topish kerak, etiologiyasini aniqlash kerak. Etiologiyadan kelib chiqqan holatda agar o'sha etiologiyani, ya'ni sababni bartaraf qilishning imkoniyati mavjud bo'lsa, ana o'shandan keyin quloqdagi shovqinlardan qutulish mumkin.